Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan bizni aziz muxlislarimiz, hurmatli obunachilar, Instagramga video qo'ygandik, shuni iltimos YouTube'ga ham batafsil qo'yinglar deyishibdi. Shuning uchun hozir mana YouTube'ga ham qo'yamiz. Qaranglar, hozir bu zamya ko'ksimiz shunga ekilgan. Tuvaklari 6,5 metrlik. Bular ofislarga, tashkilot, banklarga, bolalar bo'limi, shunaqa joylarga juda ham yaxshi tushadigan gullar. Nimagaki bular juda ham kam suv ichadi, suv quyilishi shart emas. Mana ko'rdingizlar, bular shunda o'zini yaxshi his qilishadi. Hozir ko'pchilikda qiziqish bo'lgan narsa bu bizim mana shu sanseveriya gulimiz bo'ldi. Sanseveriyamizni 5 tasini bitta qilib ekib berganmiz. Tuvagini menimcha o'sha 50 ming atrofida olgan bo'lsa kerak bu idishini. Nimagaki idishlarni o'zlari olib kelib berishdi. Mana shuna qilib ekib berdik. Agar 50 ming hisoblaganimizda bu hozirgacha 400 mingga bitta desak ham bo'ladi. Mana shu turishi 5 dona ko'chat ekilgan sanseveriya, mana shunday chiroyli qaralari qo'yilgan, dekoratsiya qilib bunga anchagina chiroyli bo'ldi va juda ham ko'pchilik aytadi sanseveriya guli gullaydimi deb. Mana shuni ham ko'rsatmoqchimiz. Mana shunday guli, bu o'sha gullab bo'lganini o'ylamanglar, bunaqa xunuk gullar ekan deb. Chiroyli gullaydi. Mana bu o'sha gullab bo'lgani, lekin mana shunday strelitsaning ustida bo'ladi. Xuddi uzumning novdasiga o'xshab, faqat tepaga qarab gullaydi sanseveriyalar. Mana sanseveriya guli juda kam suv ichadi. Ularni yangi olgan paytingizda iloji boricha ularni tuvagini almashtirmaslikka harakat qilish kerak. Almashtirsangiz ham suv quymang. Misol uchun boshqaga ko'chirganingizdan keyin ham suv quymaysiz. Nimagaki bular qaysi sanseveriyani qayerdan olsangiz ham hozir ko'rsatamiz, ildizlari unchalik rivojlanmagan bo'ladi. Shuning uchun suv ko'p quymaysizlar. Hozir chiqarishimiz yana qiyinroq bo'lyapti. Mana ildizlari juda ham ozgina kichkina bo'ladi. Shuning uchun ko'p suv quymaysizlar. Nihoyatda suvni kam qo'yib turasizlar. O'sha yozga chiqib qolgandan keyin yomg'ir qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Qishda sovuq paytda suv qo'yishinglarni tavsiya qilmaymiz, hurmatli obunachilar. Mana shunday qilib ekib tayyorlab qo'yganmiz. Mana tuvaklar bilan shunaqa chiroyli holatda bitdi, hurmatli obunachilar. Sanseveriya gulini qancha qilib ko'paytirsa ham bo'ladi, faqat hozir emas. Ko'paytirish sezoni fevralda oxirida qilsanglar bo'ladi. Ya'ni havo harorati bir xilda bo'lgan paytda qilsanglar yaxshiroq ildiz o'tadi. Bo'lmasa bitmasdan chirib ketib qoladi, hurmatli obunachilar. Kesilgan joyi bitsa, yana u ildiz chiqarishni boshlaydi va yonidan ko'klaydi, hurmatli obunachilar. Shuning uchun shunga e'tiborli bo'lasizlar. Yana ham hammani xona harorati qanaqa bo'lganiga o'xshab bo'ladi. Nimagaki 25 gradusdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, unda xona harorati yuqori pastligiga qarab suvlar qo'yiladi, hurmatli obunachilar. Hozir teplitsamizda gullarimiz bor. Kelib olsanglar bo'ladi. Inshaalloh hammasi yaxshi, chiroyli holatda. Barchalarni kutib qolamiz. Agar sovetlarimiz polezniy bo'lgan bo'lsa, kimgadir yordamimiz tegsa juda ham xursandmiz. Like bosinglar albatta. Har doimgidek kanalimizni podelиться qilinglar, kelib bemalol aylanib gullarimizni xarid qilib ketinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.